Hazreti Ömer Adil hacetxonaga kirsa, hacetxonada shaytonni ko'rgan ekanda, bir burchakda tiqilib o'tirgan ekanda, qo'lida qoshiq o'xshagan narsasi bor deydi. Shaytonning nima qilib o'tiribsan bu yerda desa, hojatxonaga bosh kiyimsiz kirganlarni boshidan bavul qilib yuboraman. Hojatxonaga tupurganlarni tupugini yig'ib yuraman degan ekan. Nima qilasan yig'ib git? Umrini oxirigacha tupugini yig'aman. Dunyodan o'tar vaqtida inson chanqaydi. Chanqagan vaqtda suv talab qiladi. Suv talab qilganda mana suv bor, zamzam suv bor deb aldab, iymonini o'g'irlab, o'zini yiqqan tupukini yuziga sochaman degan ekan. Estağfirullah. Estağfirullah azim. Shuning uchun jamoat, ko'pchilik, yaxshilar hojatxonaga kirganda tupurmanglar. Sözlemengler, sigaret çekmengler mesela. Ayniqsa balalarımız, yigitlarimiz adashdan oyisini bekletda tuvaletda borib chekib o'tiradi. Tuvalet sigaret chekadigan joy emas. Tuvaletda nafaqat tez o'tirib, tez chiqib ketish kerak. O'tirib olib, sigaretni chekib, telefonni o'ynab o'tirmaslik kerak. Ota-onadan qo'rqib tuvaletda borib chekadigan yigitlarimiz